Oldingi O'zbekistonga tashrifingiz bilan hozirgisining o'rtasida qanday farqlar bor? Ha, ancha farqlar bor. 3 yil avval birinchi marta O'zbekistonga kelganimda hammasi ajoyib edi, lekin hozir yanada yaxshi. Juda ko'p yangi binolar, ko'plab bog'lar qurilgan. Endi bu yer yanada qulayroq bo'lib qolgan. O'zbekistonning siyosiy va iqtisodiy islohotlari haqida qanday taassurotlarga egasiz? O'zbekiston barqaror mamlakat bo'lib, iqtisodiyoti o'smoqda va xalqaro maydondagi ishtiroki tobora kuchaymoqda. Parlamentlararo ittifoq kabi yirik tadbirni o'tkazish oson emas, ammo O'zbekiston bu borada a'lo darajada ishlayapti. Parlamentlararo ittifoqining kelgusi yillar uchun maqsadlari qanday? Eng murakkab muammolardan biri bu iqlim o'zgarishi. Biz bu masalada keng muhokama olib bordik. Shu bilan birga barqaror rivojlanish maqsadlari haqida ham fikr almashdik. Ular joriy etilganiga 10 yil bo'ldi, lekin hozirgacha o'rtacha 17% ga erishilgan xolos. Yana 5 yil vaqt bor. Shuning uchun bu jarayonni tezlashtirishimiz kerak. Parlamentlararo ittifoq esa parlamentlarni barqaror rivojlanish maqsadlariga ko'mak berishga undash orqali muhim rol o'ynaydi. Bugungi dunyoda parlamentlararo ittifoqining ahamiyati nimada? Hamkorlikda. Biz global muammolarni yolg'iz yoki faqat o'z mintaqamiz doirasida hal qila olmaymiz. Barcha parlament a'zolari bir joyga yig'ilib, muhokama qilib, hamkorlik qilsa, bu muammolarga yechim topish juda oson bo'ladi. 150-assambleyaning O'zbekistonda o'tkazilishi mamlakatning diplomatiya va xalqaro hamkorligidagi o'rniga qanday ta'sir qiladi? Menimcha bu O'zbekistonning ochiq jamiyat, professionallik va xalq mehmondo'stligi orqali dunyoga o'z hissasini qo'shishga qodir ekanligini ko'rsatmoqda.